Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Sekinlik bilan eshiklarni ochamiz. Mana shu ko'rib turgan 4 ta xona, plus hol, plus oshxona, kuxni mebellar, tepli pollar, radiatorlar qo'yilgan, 4 talab sanuzellar, yerto'la, hamma narsa bor. Akalar, mana shu Xonoboddagi metroga 7-8 metr. Endi bu uy olgan odamni metroda qatnasa endi uyat bo'lar. Bir mashinasi bo'lishi kerak. Hatto shuna kraslar mashinada bemalol bitta mashina sig'dirsanglar bo'ladi. Sifatli narsalar bilan qurilgan va chiroyli narxlarda chiqarilayotgan uchastkalarni doimiy tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda kanalimizga podpiska bosib qo'ying va shunaqa variantlar birinchi bo'lib bizning Telegram kanalda chiqadi. Yangi hovlilar. Mana shu Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda yaxshi narxda townhouse'lar, kottejlar va shunga o'xshagan hovlilar mavjud. Xo'sh, klientlarimiz telefon qilishyapti. Xullas, kiramiz, bir boshda uyimizni obzor qilaylik va eshikni yopib qo'yamiz. Endi qo'shnilar nima deb o'ylasin? Xullas, uyimizni maydoni 1-2 sotuga qurilgan. Aytganimdek 4 ta xona. Xo'sh, mana eshiklari ham yo'q qo'yapti. Bo'ldi. Bu tarafda bitta uyimizni letli sanuzeli bor. Bu yoq tarafda uyimizni podvalga tushirish o'zini alohida joyi bor. Qani, endi esa uyimizga marhamat. Birinchi bo'lib eshiklarni mana bitta navis qilishgan. Bu bitta fishka, quruvchiga 5 baho. Undan tashqari mana bu eshiklar ham keling, ko'rsanglar. Xo'p, termo eshik, 2 qavat oyna, mana shu 3 qavat montaji. O'zingizlar kelib tekshirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Yaxshi eshikdan kirdik uyimizga. Uyimizga kirganimizda shunaqa kengina hovlimizni ko'rishimiz mumkin. Yomon narsa ishlatishmagan, kafeda aytganim tepli pol plus radiatorlar ham ko'rsataman hozir. Oshxonaga kirdik. Oshxonamizga mana bunaqa kuxni mebel yasatib qo'yishgan. Bilasizlar, ko'pincha kottejlarda kuxni mebelni gaz plita tudasida qo'ymaydi. Mana zimmerdan qo'yib qo'yishgan. Mana yaxshisi. Joyida ishlab turibdi. Shunaqa kiyim bilan kelib, ko'chib kirib yashab ketaverasizlar. Endi uyimizni, keyingi xonamizni ko'rsatib chiqaman. Aytgancha yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana tilla rangidan, yaxshi sifatdagisidan qo'yishgan. Uy olgandan keyin esicha buni shundoq sekin yechasizlar. Bortirib lambarga. Hazil albatta unaqa qilinglar. Bu oltin emas, lekin qimmatroqlardan ishlatishgan. Eshiklarni mana bo'yimdan balandligiga e'tibor qilinglar va anchagina og'ir eshiklar, sifatli eshiklar, esinglarda bo'lsa, esinglardan yo'qmi deb noto'g'ri gapirdim. Agar bilsanglar deb gapirsam bo'ladi. Akbar Rich degan eshiklar bor. Toshkent bo'yicha numerali eshiklar, imенно o'shanaqa sifatdagi eshiklarni men ochib yopib ko'rganimda xuddi shunaqa ochib yopilgandi. Demak, shu uringa yaqinroq uringdagi eshiklar. Faqat brendi yo'q ekan. Endi ishlab chiqaruvchilarga agar brend qo'ysa, mana shunaqa paytlarda YouTube kanalimizda bitta yaxshi reklama bo'lib ketardi. Nima deysizlar? Bu yoq taraf endi bitta spanik qo'ysalar bo'ladi. Xohlasanglar zal qo'ysalar bo'ladi. Konditsionerga joylab tashalgan har bitta xonaga plus derazadan tashqari ventilyatsiya ham qo'yib ketishgan. Shuni mahallani ko'rsanglar, tupik ko'cha emas, chotki mahalla, qaddi baland uchastkalar. Yonginamizda maktab bor, bog'cha bor. Aytganimdek 8-9 metr radiusda Xonobod metrosi joylashgan. Oynalar ham xuddi shunaqa termo derazadan qo'yilgan. Bu yoqqa kelamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi etaj umumiy sanuzelimiz. Yaxshi narsalarni ishlashgan. Endi pastdan keldik, pastdan boshlaymiz. Sirkulyatsiya uchun orqa hovli hamma narsamiz tayyor holatda uborka qilib tozalatib qo'yganmiz. Zinalar yog'ochdan, bilasizlar, yog'ochli zina ancha qimmat bo'ladi. Zinaning tagida mana shunaqa kladovka sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Hozir men xonaga kirishdan oldin aytib qo'yay. To'g'risini aytaman, usta mana shu uyni qurgan quruvchi bu uyni juda ham qimmatga o'zi chiqarish kerak edi, lekin bizga kelib narx sindirdi. Undan tashqari pul so'rashligi uchun bunaqa narxga chiqarishga rozi bo'ldi, zo'r rozi bo'ldi o'zi to'g'risi. Keling mana oddiy misol. Podvali eshigini qaranglar. Kirdik mana podvalga. Podval tagi ham целый bitta xona, tepli pol. Bemalol erkaklar alohida o'ziga pitak bo'lsa bo'ladi. Qo'shnilarni chaqirib, podvalga cho'rasiz. Sekin tepaga ham chiqib o'tirish shart emas. Shu yerda yashasa bo'ladi. Quruvchini mahoratiga yana bir 5 baho. Bu yoq tarafda ham oyna bor, bu yoq tarafda ham oyna bor. Uy ichidan ham podvalga tushsa bo'ladi va tashqi tarafdan ham mana eshiklarimiz mavjud. Tashqaridan hovlidan podvalga tushsanglar bo'ladi akalar. Endi uyimizni mexanizmlarini alohida qilib mana bu burchaga solib qo'yishgan. Endi mana shu narsalarga tushunadigan odam bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsa, mana bu boilerlar, do'konturniy kotyollar qo'yib qo'yishgan, sifatisidan qo'yishgan o'zi. Mana bu tank, 3 tank degandan qo'yishgan, nasos qo'yishibdi. Do'konturniy kotyolda ham Batello deganidan qo'yishgan. Xo'p, bu yoq tarafda hovliga chiqib ketaverish joy. Endi ikkinchi etajga chiqamiz, do'stlar. Ikkinchi etajimizga chiqamiz. Xo'p, uyimizning umumiy maydoni 170 kvadrat. Hisoblasak, 1 kvadratiga $775 atrofida sizga aylanyapti. 1 kvadratiga $775 bu tasavvur qilinglar. Hozir oddiy novostroykalarni, kvartiralar novostroykalarni ham 1 kvadrati shu o'rtacha $1000 atrofida bo'lib turibdi. Korobkasini bitta katta lyustra qo'yasizlar o'zingizlar. Abdushay tanlab
Yaxshisini olib kelasizlar, bitta lyustra qo'yib olasizlar. Charcharoqdan bor. Xo'sh, svetlarimiz. Xo'p, birinchi xonamiz bu yoq tarafga o'tdik. Bolalar xonasi yoki qizlar xonasi. Radiator bu yoq tarafimizda. Sanuzelimiz uyimizni. Uchinchi sanuzelimizni ko'rdik. Bu yoq tarafda esa bolalar xonasi. Bolalar xonamizdan keyingina va hovliga qaragan bo'ladi. Shunday eshikni ochib qo'yasizlar, havoni kelishini. Gap yo'q. Hovliga qarab qo'ying, hovliga mana. Mashinangizda ham cho'tka akkuratli. Вот. Xo'sh, endi bu yoq taraf родительский spalnik. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zimizning sanuzel. Bu 4-inchisi. Вот. Xullas, hozir mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz uyimizning videosini, planirovkalar yoqqan bo'lsa, videomizga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'chalarimiz asfalt, kirib chiqishda muammo bo'lmaydi. Atrofli qaddi baland uchastkalar, konkret mahalla, tupik ko'cha emas. Videoda aytib ketaman. Kelgandan keyin ba'zi klientlarimiz, ukam tupik ko'cha ekan, bizga yoqmadi. Aytganingizda kelmasdi ham deyishadi. Tupik ko'cha ko'pchilik yoqmaydi. Mashina kirib chiqish muammo bo'ladi, lekin bu yerda mashina kirib chiqish ham, qo'yish ham, xohlasanglar uy oldiga qo'yasizlar, xohlasanglar uy ichkarisiga ham bemalol qo'ya olasizlar. Xullas, gapni ko'paytirmasdan uyimizning narxi 131.900 dollar. Kelasizlar, naqd pulga xayriga o'tib beriladi. Ozgina savdosi bor. Past raqam qoldirganmiz. Shu va shunga o'xshagan sifatli va narxi hamyonbop uchastkalar, kottejda, hovlilar, townhouselar, mana shu yangi hovlilar Telegram kanalimizda. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, YouTube'ga kamroq video chiqargan paytimiz asosan mana shu Telegram kanalda bo'lamiz. Rahmat hammaga. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga shunaqa bo'linglar. Nasib qilsin.